Navbatdagi xonadonimizga ham eshik romlarini qo'yib berganmiz. Hozir qisqacha obzor qilib beraman. Bu yerga biz termoitni 8 dan qo'yib berganmiz. Hovli tomoni orqa tarafigacha 8 mm Engelberg Plaksdan qo'yib bergan. Bu xonadonimiz ham high-tech fason bo'lgan. Hovli tarafdagi hamma romlarni splashnoq holatda qilib berganmiz. Bu yerda ikki taraf ochiladi. O'rta bulxo oyna bo'lgan. Bu ham balandligi 280 profda bo'lgan. Bu tarafda fayalik uchun har bittasini ochiladigan holatda qilib berganmiz va eshigimiz ham 1.60 ga balandligi 280 bo'lgan va bu tarafda 1 metrga balandligi 280 bo'lgan bu yer. Eshiklarimiz atlankali holatda qilib berganmiz. Shaxsiy o'tirishlari ham juda yengil, xonadon juda chiroyli chiqqan. High-tech fason panorama holatda bo'lgan. High-tech fasonligi uchun bu yerda fayerlik uchun splashnoq holatda, tagi bo'lgan holatda splashnoq ochiladigan holatda berganmiz. Ikkinchi etajimiz odam tushib ketmasligi uchun tagini bo'g'ib, tepasi ochiladigan holatda qilib berganmiz. Profilimiz termoitni 8. Yon tarafligi uchun bu yerga biz 8 mm Engelbergdan qo'yib berganmiz. Bu yerda ish chekkasi bulxoy, o'rtasi ochiladigan, oynasi energiya tejovchi bo'lgan, rangi mo'l metr shandraj qilib berganmiz. Bu tarafda ham xuddi shunaqa eni 88 bo'lgan va balandligi 220 atrofida bo'lgan va bu tarafi bulxoy, bunisi ochiladigan holat qilib berganmiz. Ikkinchi etajda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Bu yerda bir tarafi ochiladi va bu tarafi ham alohida ochiladi. Shunaqa sifatli eshik romga kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Nomerga aloqaga chiqishni ham mumkin. Videoga like bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.